Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. 29 dekabr 43-savol video yechim qilamiz. Suv tarkibida kalsiy va magniy ionlari bo'lsa, texnik qaroq hisoblanadi. 458.4 gram vaqtinchalik qattiqlikni keltirib chiqaradigan suv, kalsiy va magniy ionlaridan faqat bittasi mavjud. Qattiqlikni yo'qotish maqsadida 50 gram qizdirilganda deyapti, qaynatilganda 50 gram suv bug'lanib ketdi, 33.6 gram cho'kma tushdi. Natijada 357.2 gram suv qoldi. Xuddi shunday qattiqlikka ega bo'lgan suvni yumshatish uchun 15 gradusda natriy gidrofosfat qo'shildi. Noma'lum metall gidrofosfat ko'rinishida cho'kmaga tushdi va natriy gidrokarbonat tutgan eritma hosil bo'ldi. 15 gradusda natriy gidrokarbonat eruvchanligi 8.4 ekan. Qattiqlik keltirib chiqargan kationni aniqlang. Davom etamiz. Shu yerdan endi qolgan savollarni topib ketamiz. Demak, 458.4 gram ekan. Metall gidrokarbonat qizdirilganda, endi magniy yoki kalsiy qizdirilganda quyidagi ko'rinishga keladi, ya'ni metall karbonat plus karbonat angidrid plus suv. Mana bu 33.6 gram ekan o'quvchilar, 33.6 gram metall karbonati, 50 gram suv bug'lanib ketdi, 33.6 gram cho'kma tushdi. Bu yerda 458.4 gram edi avval suvning massasi. 458.4 gramdan ayiramiz 50 gramni va 33.6 gramni ayiramiz. Shunda suvning massasi necha gram bo'lib qolgan? Xo'sh, 458.4 dan ayiramiz 50 ni, yana ayiramiz 33.6 ni. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan qiymat 374.8 ekan. Lekin bizga aytayaptiki, suvning massasi 357.2 gram bo'lib qoldi. Nima uchun 374.8 bo'lyapti? Nima hisobidan yana 357.2 gramga tenglashib qolyapti? Nima uchun mana bu qiymat kamayapti? Ya'ni bu yerdagi farq 17.6 gram gaz chiqishi bilan bog'liq. Mana 374.8 dan 357.2 ni ayirdik. Bu yerda 44 qo'yamiz. Metall karbonat massasini topsam o'quvchilar 84 chiqadi. Metall karbonat massasi 84 bo'ladigan bo'lsa, karbonat qismi 60 ta ayirib tashlsam, demak metall magniy ekan, ya'ni 24 chiqadi ayirma. Tushunarli? Metall kation demak bu yerda magniy ekan. Ana endi xuddi shunday holatda mol miqdorini topib olamiz. 1 mol desam metall karbonat 0.4 mol magniy karbonat bo'ladi. Kationni topdik, demak bu magniy ekan. Xo'sh, ana endi xuddi shunday holatda deyapti. Natriy fosfat ta'sir ettirilganda metall gidrofosfat cho'kmaga tushdi debdi. Eruvchanligini ham bergan. Natriy gidrokarbonatdan hosil bo'lgan eritmadagi natriy gidrokarbonatning eruvchanligi 8.4 dan ketdik. Xo'sh, magniy gidrokarbonat natriy gidrofosfat qo'shadigan bo'lsam, magniy gidrofosfat cho'kmaga tushadi va natriy gidrokarbonat hosil bo'ladi o'quvchilar. Bu yerda mana buni mol miqdori 0.4 mol edi, yuqorida ko'rdik. 1 mol bo'ladigan bo'lsa 2 mol 0.8 mol natriy gidrofosfat gidrokarbonat. 0.8 mol mana cho'kma tushib ketdi. Gidrokarbonat bo'lsa ko'paytiramiz 84 ga. 0.8 84 ga ko'paytirsa natriy gidrokarbonat demak eritmadagi massasi kelib chiqadi 67.2 gram. Necha gram natriy gidrokarbonat necha gram suvda eriydi deb topaman. 8.4 gram 100 gram suvda erisa, ya'ni yuqoriga qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana aytib qo'yibdi, natriy gidrokarbonat eruvchanligi 8.4 ga teng deb. 67.2 ni 100 ga ko'paytirib bo'lamiz 8.4 ga. 8 gram natriy gidrokarbonat eritmasi bor. Bu yerda 67.2 gram natriy gidrokarbonat. Demak, eritmaning umumiy massasi 867.2 gram ekanligini ko'rishimiz mumkin o'quvchilar. Endi natriy gidrokarbonat eritmasiga deyapti. Mana yuqorida qaraydigan bo'lsak, ikkinchi usul bo'yicha cho'kmaning tarkibi massasi. Cho'kma bu yerda natriy gidrokarbonatdan qolgan cho'kma. O'quvchilar mana magniy gidrokarbonat bo'lib qolibdi, ozgina xato bo'libdi. Magniy gidrofosfat edi. Shuni massasini so'rayapti. Massasini topib qo'yamiz. Magniy demak 25 ga 95 qo'ysam 120 48 gram ekan cho'kmaning massasi. 15 gradusda qo'shilgan tuzning massasini aniqlang.
15 grammda qo'shilgan tuzning suvni yumshatish uchun 15 grammda natriy gidrofosfat qo'shilgandi. Buni masalasini so'rayapti. Bizda natriy gidrofosfatni 46 ga qo'shamiz. Buni qo'shamiz 95. Demak, qo'shilgan natriy gidrofosfat 56,8 gramm ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ketdik. Ikkinchi usulda hosil natriy gidrokarbonat eritmasiga yetarli miqdorda H-klor qo'shib neytralda va 10 amper tok kuchi bilan 38,600 sekund davomida elektroliz qilinganda zichligi 1,5 bo'lgan eritma hosil bo'ldi. O'sha eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang. Natriy gidrokarbonat eritmasini topdik mana. 867,2 gramm ekan. Bu yerda 67,2 gramm natriy gidrokarbonat bor, ya'ni 0,8 mol. Ana endi natriy gidrokarbonatga yetarli miqdorda H-klor qo'shilgan bo'lsa, demak qo'shilgan H-klorning massasi 0,8 mol deyman. Natriy xlor hosil bo'lgan 0,8 mol plus bu yerda suv va karbonat agasi. Qo'shilgan H xlori foiz berilmagan adashmasam yoki berilganmi? Yetarli miqdorda H xlor qo'shib neytral tam berilmagan ekan. Bu yerda 36,5 qo'shilyapti. 44 gramm gaz chiqib ketyapti. Farqqa qo'ysam, bu yerda kamayish kuzatilyapti. 44 dan 36,5 ayrimi 7,5 0,8 ga ko'paytirsam, eritma massasi mana shu yerda 6 gramm kamayapti. Mana shu hozir jarayonda 6 gramm kamayapti. Natriy xlor 0,8 mol elektroliz qilamiz. Natriy gidroksid plus vodorod plus xlor chiqadi. 1/2 umumiy mana chiqib ketgan gazdan massasi 36,5 0,8 ga ko'paytiramiz. 36,5 ko'paytirib 0,8 ga. Demak, buni hisobidan 29,2 gramm eritma kamayapti. O'quvchilar 10 amper berilganda 38,600 sekundga ko'paytirib 96,500 ga bo'lib olsam, Faraday kelib chiqadi. Ya'ni necha farad elektr toki o'tgani ko'rishimiz mumkin. 96,500 ga bo'laman. 38,600 ga ko'paytiramiz bunga, bo'lam 96,500 ga. Demak, 4 farad elektr toki o'tgan ekan o'quvchilar. 4 farad. Mana bu yerda aniq 38,600 mi? Agar shu yerda 38,600 emas, 3800 olmish bo'ladigan bo'lsa, 4 farad emas, 0,4 farad bo'ladi. Mana bunga ham yetmaydi-da elektr quvvati. Shuning uchun shunga aniqlik kirita olamiz, keyin kommentariy yozib qoldiringlar buni. 4 farad bo'ladigan bo'lsa, mana natriy xlor uchun 0,8 farad ketadi. 0,8 mol uchun 0,8 farad bo'ladigan bo'lsa, qolgan 3,2 faradi suv uchun ketadi. 3,2 faradni ko'paytiramiz. Suvning massasi 18 ga. %57,6 gramm ekan. Eritma umumiy massasi 867,2 edi. Nimalar kamaydi bu yerda hozir bir boshdan ko'rib chiqamiz. 867,2 edi. Eritma kamayapti. 57,6 gramm suv chiqib ketgan hisobidan birinchisi. 29,2 gramm gazlar chiqib ketdi. 29,2 gramm gazlar chiqib ketdi. Mana bu yerda yuqorida qaraydigan bo'lsak, eritmada 6 gramm kamayish kuzatildi. Buni ham qo'shib olmaymiz, ayirib tashlaymiz. Eritma massasini topamiz. 867,2 ni ayiraman. 57,6 ni ayiramiz. 29,2 ni yana ayiramiz. Demak, 774 dan 4 gramm eritma bo'ladigan bo'lsa, buni zichligi eritma zichligi berilgan yuqorida. Eritma zichligi 1,5 ekan. 1,5 bo'lsak, %700 mililitrga eritma hajmi. Eritmada erigan modda bu yerda natriy gidroksid bo'lib turibdi. Mana 0,8 mol natriy gidroksid. Mana shu natriy gidroksidni demak 0,8 molni 7 mol, ya'ni 7 litrga bo'lishimiz kerak. 0,8 ni bo'lamiz 0,7 ga. Men kasr son ko'rinishda oldiraman 8/7 molyar ko'rinishda. Mana endi natriy gidrofosfat va natriy karbonat tarkibli cho'kmalarga yetarli miqdorda natriy gidroksid qo'shilganda metall 3 fosfat va 2 xil tuz hosil bo'ladi. Qo'shilgan ishqorni massasini aniqlaydi.
Bu yerda cho'kma ana 48 gram. Natriy gidrokarbonar 0.8 mol, bunisi cho'kma 48 gram ekan. Magniy gidrofosfat. Magniy gidrofosfat. Qo'shaman natriy gidroksini. Natriy fosfat plus magniy 3. Biotipdan 2 ta plus suv hosil bo'ladi. Mana bu yerga 3 qo'yamiz, bu yerga 3 qo'yamiz. Sonra 48 gram 120 dan 3 ta 360 gram. Qo'shilgan natriy gidroksid molini topaman birinchi. 48 ga 3 bo'lingan 360 desam. Noldan 4 mol qo'shilgan ekan bunga. Natriy gidrokarbonat esa 0.8 mol edi. Natriy gidrokarbonatga natriy gidroksid qo'shaman. 0.8 mol 0.8 mol bo'ladi. Natriy karbonat bilan suv bilan 0.8 molga 0.4 mol bo'ladiganimiz jami 1.2 mol. Natriy gidroksid ko'paytiramiz 40 ga. Demak, qo'shilgan natriy gidroksid massasi 48 gram. O'quvchilar xato kamchiliklar bo'lmadi degan umiddaman. Masalan, shartda agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa, menimcha hammasi to'g'ri bo'ldi. Ana bu molyarlikda topishda, eritma masalani topishda ham xatolik bo'lmadi degan umiddaman. Qo'yish qo'ygan qismi hammasi bo'ldi menimcha. Bu shartlar bajardik hammasi. Shu o'quvchilar demak bugungi fikr uchun savol ekan.